Assalomu alaykum, efirda xabarlar, studiyada Hurmatoy Nurmatova. Bugungi dasturimizda O'sh shahrining sobiq meri Melis Mirzahmatovning akasi tovlamachilikda gumonlanib qo'lga olindi. Tug'andagi bar ekanligi bu yerda tergov yurishida aniq bo'ldi. Qorasuvning Narimon qishloq hukumatida 3 qavatli madaniy markaz ochildi. Shu yerda madaniy bor ochildi. Bulayevay yaxshi narsa. Novqatda otalar mardligi unutilmaydi deb nomlangan yodgorlik ochildi. Doimo shu bu yer ochiq turadi. Doimo shu yer ko'rib qaylansa degan niyatdamiz. Tibbiyot tarmog'iga berilgan grant xarajatlarga tegishli hujjatlar tayyorlanmaganlikdan Qirg'iziston global jamg'armaga $120 ming qarz bo'ldi. Shu sababli oldindan beriladigan $44 million dan oshiq mablag' to'xtatilishi mumkin. Mazkur fonddan shu mazmundagi xat Salomatlikni saqlash ministri Talantbek Batiraliyevga keldi. Ministr bu xabar haqiqat ekanini tasdiqlab, u xizmatga kelguncha olingan grant pullar qanday maqsadda foydalanilgani haqida hujjatlar to'ldirilmaganligini bildirdi. Ma'lumotga ko'ra, OITSga qarshi kurashish bo'yicha respublika miqyosidagi markaz 41 mingdan ortiq, milliy fiziatriya markazi esa $80 ming ga yaqin mablag'ni hujjatlashtirmagan. Batiraliyev bu bo'yicha hozircha biror kimsani ayblamasligini, biroq tekshiruv ishlari olib borilayotganini ma'lum qildi. 8 mayda Moskvada tashkil etiladigan Yevroosiyo iqtisodiy hamkorligining navbatdagi sammitida ko'rib chiqiladigan masalalar tarkibida Qirg'izistonda yetishtirilgan qishloq xo'jalik mahsulotlarini sotish bo'yicha ham savol bor. Bu haqda bugun prezident administratsiyasining xalqaro siyosat bo'limining rahbari Sapar Isakov ma'lum qildi. Uning aytishicha, yozda ittifoqning xalqaro kelishuvlari asosida hamkorlik yo'llari ham muhokama qilinadi. Sammitga prezident Almazbek Atambayev ishtirok etadi. Yevroosiyo iqtisodiy ittifoqiga Armeniya, Belorussiya, Qozog'iston, Rossiya ham a'zo bo'ladi. Qirg'iziston bu tashkilotga o'tgan yili qo'shilgan. O'sh shahrining sobiq meri Melis Mirzahmatovning akasi tovlamachilikda gumonlanib qo'lga olindi. Kengash Mirzahmatovga va uning sheriklari deyilayotgan 3 nafar odamga iyun voqeasida jabrlanganlar uchun qurilgan uylardan ishtiroki yo'q odamlarga olib beraman deb pul olib aldaganlik aybi qo'yilgan. Militsiyaning aytishicha, ulardan jabrlanganlarning soni 20 ga yaqin. Umumiy $140 ming olingan. Hozirda Mirzahmatov yetaklagan guruhga nisbatan jinoyat ishi qo'zg'alib, vaqtinchalik ushlash joyida so'roq qilinmoqda. Batafsil navbatdagi lavhada. O'zini tanishtirishni xohlamagan ayol o'tgan yilda yaqindan tanimagan inson orqali uy olib beraman deganlarga uchraydi. Munisipal boshqarmalikda ishlagan u inson Batken voqeasining faxriylar tashkilotining rahbariga olib borib, u yerda bir uyni $6 ming ga olib berishni aytadi. Ular bu ishlar ishonchli ekanligini aytib, yolg'iz yashagan yoki kam ta'minlangan tanishlariga ham aytishi mumkinligini bildirishgan. Shunday qilib, bu ayol tanishlari bilan birga jami $55 ming ga yaqin ularga beradi. Mirzahmatovning akasi ishonchli odam, kengash dedi. Hozir Mirzahmatovning qo'lida birlik barinda sen Alloh kim oladi dedi. Ishonchli ekanda, ondan keyin sen 1-2 kundan keyin qog'ozingni olib kelib beramiz dedi. Mağa bir nima olib keldi. Qog'oz olib keldi. Pul sağa order dedi. Shu menen uy olasing dedi. Ayolning so'zlariga ko'ra, uy olib beramiz deganlar 1,5 oyda masala hal bo'lishiga ishontirishgan, lekin va'da qilingan vaqtda uy ularga tegmagan. 2 oydan keyin pul bergan tanishlari ayoldan xarajatni talab qilishganda, ayol o'zi istiqomat qilgan 3 xonali uyni sotishga majbur bo'lgan. Uy olib berishni va'da qilganlarni topa olmay qolgandan keyin militsiyaga murojaat qilganligini aytadi. Nimaga borganda jabrlanuvchilar kelib o'tibdi-da. O'sha yerdan söylashib tanishib qoldik jabrlanuvchilar bilan. Anan keyin birov eko'non siz qancha bergansiz desem, ko'p summani aytishdi. Birov $30 ming berganman dedi. Birov $110 ming berganman dedi. Anan birov $250 ming berganman dedi. Ko'p ekan ish ichi. Anan keyin kirishimiz ketib, antarilib qoldik. Nima bo'lgandan keyin jabrlanuvchilar biz emas, birle biz emas, ko'p ekan dedik.
Militsiyaga Mirzahmatovning akasi bosh bo'lgan guruhdan jabrlandik degan arizalarning soni 20 ga yaqin tushgan. O'sh militsiyasi gumondorlarni qo'lga olganligini ma'lum qilganda, tushgan arizalarning soni 10 ga yetgan. Bugunning o'zida yana 9 nafar yashovchi murojaat qilgan. Militsiyaning ma'lumotiga ko'ra, gumondorlar aldanganlarni deyarli barchasiga iyun voqeasida jabrlanganlar uchun qurilgan uylarni sizlarga deb ko'rsatgan. Umumiy keltirilgan ziyonning hajmi $140,000 ga yaqinligi aytilmoqda. $7,000 artı $3,000 har bir jarayonlardan ақша алышқан үй алып береміз деші. 1 майдан баштап бұл қылмышқа шектеу қатары 5 адамға қылмысшы қозғалған. Анын 4-өсі бүгінгі күнде қармалып, Ош шаһардық соты тарабынан баш қорғау чарасы қамаққа алынды. Бирөөсү издөө жарыяланган. Ошондой эле мурдагы мээрдин жакын туугандагы бар экендиги бул жерде тергөө жүрүшүндө анык болду. Oldindan olingan ma'lumotlarga ko'ra, mazkur tovlamachiliklarda O'sh shahar munitsipal idorasining sobiq rahbari Alimboy Qadirovning ham ishtiroki tekshirilmoqda. Chunki jabrlanganlarning so'zlariga ko'ra, hujjat mazkur boshqarmalikdan berilgan. Bildirilgan ma'lumotlar bo'yicha Qadirov kasalxonada bo'lgani uchun aniq javob ola olmadik, lekin u bu ishlarda ishtiroki yo'qligini aytib, unga qo'yilgan ayblovlarni inkor qildi. Sobiq mer Melis Mirzahmatovning yaqinlari yoki gumondorlardan esa ma'lumot olishga imkoniyat bo'lgani yo'q. Lekin hozirgi vaqtda jamiyat mazkur ishlarni siyosiy quvg'in deb baholamoqda. Jamoat arbobi To'lagan Keldibayevning so'zlariga ko'ra, bu ishlarni siyosiylashtirishning keragi yo'q. Mirzahmatovning айланасында жүргөн bir тугандар кылган болсо, бүгүнкү күндө бийликте тургандардын, алардын bir тугандары, алардын айланасында жүргөндөр дагы деле ушундай кылмыштарды аткарып атат. Бул токтоп калган жок. Ошондуктан бул эч кандай саясий боек деп айтканга болбойт. Бул эртеби кечпи Мырзахматов болобу, азыркы бийликтегилер болобу, же менин жакындарым болобу, ким болбосун кылмыш жолуна тартылыш керек, эгер мыйзамды бузса. Keldibayev qo'shimcha qilishicha, Mirzahmatovning bo'layotgan ishlardan xabari yo'q bo'lishi mumkin. Ta'kidlab o'tsak, Batken voqeasining faxriy tashkiloti 2013-yilda tashkil qilingan. O'tgan yilda qo'lga olingan gumondorlarga nisbatan jinoiy ish qo'zg'alib, hozirgi vaqtda tergov ishlari olib borilmoqda. Madina Ulug'bek qizi Nazgul Oxun va Zaira Abdukerimov, Intimaq. Jahon banki Qirg'izistonga $24 million beradi. Bu mablag' o'lkaning energetika tarmog'ini qo'llash maqsadida beriladi. Energetika ministrligining bildirishicha, $10.8 million grant turida, qolgani nasiya turida beriladi. Nasiyani to'lash muddati 38 yil, ustama foizi 0.75%. Mablag' energetika tarmog'ining boshqaruv tizimini yaxshilashga, haqiqatni ta'minlashga va tarmoqdagi reformalarni olib borishga sarflanadi. To'xtog'i suv omboridagi suvning ozligi bois o'tgan yili Qirg'izistonda energetika tanqisligi bo'lib, Qozog'istondan elektr energiyasini sotib olishga majbur bo'lgan. Tanqislik joriy yilda ham kutilmoqda. Yaqinda Tojikiston Qirg'izistonga elektr energiyasini berayotgan elektr narxini ko'tarishi aniq bo'ldi. Tojikiston Qirg'izistonga 1 kilovatt-soat elektr energiyasini 3 sentdan sotishni ko'zlamoqda. Avvalgi narxi 2 sent bo'lgan. Qozog'iston esa o'tgan yili 10 sentdan sotgan. Qorasuvning Narimon qishloq hukumatida 3 qavatli madaniyat markazi ochildi. Bu yerga yangi ish o'rinlari tuziladi. Binoning 2-qavatida ayollar uchun tikuv sexi ham bor. Qishloqda avval yig'in o'tkaziladigan joy va kino zali yo'q edi. Batafsil muxbirimizning navbatdagi lavhasida. Narimon qishloq hukumatining yashovchilari uchun katta bayram uyushtirildi. Shodiyona sababchilari 3 qavatli madaniyat va ishlab chiqarish markazining ochilishi hamda Ulug' Vatan urushining faxriylari bo'lib hisoblanadi. Tadbirga O'sh oblasining muxtor vakilligidan, Ichki ishlar boshqarmaligidan va qishloq hukumatining rahbariyatidan vakillar hamda mahalliy yashovchilar qatnashdi. 7,5 ming xalqi bor Narimon qishloq hukumati tadbir va marosimlarni bungacha maktablarda, kichik joylarda o'tkazib kelgan. Qad ko'tarib turgan bino nafaqat mehmonlarni, balki mahalliy yashovchilarni ham quvonchiga sabab bo'ldi. Ular endi muammosiz yig'inlarni, tadbirlarni uyushtirishga imkon yaraldi deyishadi. Hozirgi kunda bizning o'zimizning Narimon aylining aymog'ida o'zlarininki degende ушул жерде madaniy borbor ochildi. Bu aябай жакшы нерсе. Elderdi mana kelejatgan ertenki günkü mayramga aябай cho'ng мындай belek bo'ldi desek bo'ladi. Binoning 1-qavati taomlanuvchi joy bo'lsa, 2-qavati chevar ayollar uchun ish joyi qilingan. Hozirgi kunda chevarxona ish faoliyatini boshlash arafasida. Оборудованиялар qo'yib o'tamiz hozir. Ishga tushilayapmiz. Sep mana nima jenish kuniga tiqilishga kelib qoldi. Biz jenish kunidan oldin nimalarni to'xtatish uchun chaqirdik.
Yaqin kunda berida 30 odam ishlasa, kattaytirib boramiz-da. Cho'ng'aytirib boramiz. Maqsadlar bu yerda bir meni planim bo'yicha 100 odamga, 100 ayolga ish bersa bo'ladi. Kelgan mehmonlarga madaniy hordiq taqdim etish uchun 3-qavatda raqs va kuylar namoyish qilindi. Ularga ko'tarinki kayfiyat ulashildi. Narimon qishloq hukumati bo'yicha yagona bo'lgan Ulug' Vatan urushining faxriysi Jumabek Abdullayev mukofotlandi va o'z niyat istaklarini bildirib o'tdi. Ta'kidlab o'tsak, binoning qurilishi o'tgan yili 3-dekabrda boshlanib, shu yilning 3-may sanasida bitkazilgan. Xususiy tadbirkor Ashirbek Halikovning bildirishicha, markazning qurilishiga umum hisobda 15 million so'm sarflangan. Ra'noy Nazar va Aybek Bedelbekov, Intimaq. Qadamjoy rayonida jamoat arbobi Bozulan Primovning 100 yilligi o'tkazildi. Mehnat faoliyatini o'qituvchilikdan boshlagan inson O'sh oblast ijroiy qo'mitasining rahbarligigacha borgan. Bu inson haqida navbatdagi lavhada. Jamoat arbobi Bozulan Primov Xalmiyon qishlog'ida dunyoga kelgan. Mazkur qishloq qo'shni O'zbekistonning Farg'ona rayoni bilan chegaradosh. Primov yoshligidan qishloqda katta bo'lgani uchun yashovchilarning muammolarini hal etishga harakat qiladi. 1945-yilda Qirg'iziston Kompartiyasi Markaziy komitetining qoshidagi partiyalik maktabni tamomlagandan keyin O'sh oblast ijrochi komitetining raisi bo'lib ishlagan. Jamoat arbobi Bozulan Primovning 100 yilligiga bag'ishlangan qishloqdagi maktabda uning eslaligini ochilishi bilan boshlandi. Marosimga uning yaqinlari, Jo'g'or kengashining deputatlari hamda mahalliy hukumat vakillari ishtirok etishdi. Bozulan Primovning qilgan mehnatlariga bag'ishlangan ilmiy-amaliy konferensiyada zamon yoshlarga ta'lim-tarbiya berib, mamlakat ravnaqi uchun hissa qo'shish kerakligi aytildi. Xizmati elini, yerini bugun chaqirib aytayotganmiz. Dag'i aytish, bundan keyin aytish kerak. Bozulan Primovich oblastni boshqarib rayonlarda boshqarib emgaklanib, yana aytildi 48 yoshida pensiyaga jo'natib qo'ydi. Ertaroq bo'ldi o'xshaydi. Mana shunday odamlar Xalmiyonda bizning qadamjoydan chiqqan ekan. O'rozbekovdan keyin, Po'latxondan keyin bunday odamlar bundan buyoqqa chiqaverish kerak. Bozulan Primov Aqsakaldan o'zining bosgan yo'lini qarab ko'rsangizlar, yosh 48 yoshga cheyin özünüzдөр bilesizler, siyasatın çamını çıkarıp, elden, yurtdan, xizmatın üstünde bo'lgan ekan. Bozulan Primov nomidagi maktabning o'quvchilari mazkur inson kabi xalqqa xizmat qilishni maqsad qilishadi. Maktabning a'lochi o'quvchilari esa jamoat arbobining yaqinlari tomonidan yilda bir marotaba stipendiya olishadi. Daima shunday belgili insonlarning kechalarini o'tkazib turamiz daima. Bizning maktabda jalpisidan 468 o'quvchi o'qiydi. Alardan bardigi o'shul Bozulan Primov atabizday bo'luvini engseshadi. Jana buga daima harakat qilishadi. O'shandaqdan bizning maktabdan atini olib yurgan Bozulan Primov atabiz bilan biz daima asli miqtanamiz. Jana aning elesi daima bizning yuragimizda saqlanadi. Bozulan Primov Qirg'iz SSR Jo'g'or kengashining 2 marotaba chaqirilishining deputati bo'lib saylangan. Shuningdek, u boshqalarga bo'lgan muomalasi, samimiyligi bilan ajralib turgan. Bizning atamiz bizni yaxshi tarbiyalagan, qattiq qarmagan. O'shan yo'lda bizdagi partiyaga intilib, partiyaga kirib, shu atamizning ulgusini olib deb ishlaganmizda. Tadbir davomida qishloqdagi chevar, hunarmand hamda yosh rassomlarning surat ko'rgazmasi tashkil qilindi. G'olib bo'lganlar tashkilotchilar tomonidan taqdirlandi. Majnun Ulug'bek qizi Zairbek O'mirzaqo'li, Intimaq. Bugun O'shda g'alaba estafetasini kutib olish marosimi bo'lib o'tdi. Tadbir miting bilan boshlanib, chegara xizmatining xodimlari estafetani maxsus yurish bilan kutib olishdi. Bundan tashqari gilzaga tuproq solinib, mangu olovga gulchambarlar qo'yildi. Tadbir chegara xizmati tomonidan g'alaba kuni munosabati bilan o'tkazilib, unga Rossiya Federatsiyasining Qirg'izistondagi chegara guruhining vakillari, Rossiyaning O'sh shahridagi konsuli, mahalliy hukumat va davlat chegara vakillari ishtirok etishdi. Eslatib o'tsak, g'alaba estafetasini chegarachilar Qozog'iston chegarachilaridan 2-may kuni olishgan va o'lka hududlarida kutib olish marosimlari o'tkazilmoqda. 7-mayda g'alaba estafetasi Tojikiston chegarachilariga o'tkaziladi. Bu estafeta chegarachi
Бұл чегара бойлап келе жатқан эстафета. Бұл СНГ-нің чегарасы арқылы бүт мамлекеттерге барып, ошол жерде элдин, жаштардын келечекке тарбиялоо бир чоң максат үмүттө организовать этилген, өткөрүлгөн иш-аракеттер болуп эсептелет. O'sh shahrida 2 nafar urush faxriysiga Moskvadan yuborilgan g'alabaning 70 yilligiga bag'ishlangan maxsus medallar topshirildi. Faxriylarni taqdirlash harbiy komissariyatning yordami bilan olib borilib, Botken voqeasida ishtirok etgan Jo'ldoshboy Adayev va Japarbek Hakimovlarga topshirildi. O'sh shahrining vitse-meri Zamir Asqarov shunday insonlar bilan yoshlar faxrlanishini aytib, ko'krak nishonlarini o'z egalariga topshirdi. Ardakerler ушул Улуу Ата деген согуштун катышуучуларын сыйлоо максатында ошол 2 медалды алып келишкен. Биз ошол медалдарды кимге тапшырышыбызды биринчи ушул аскер комиссариятынан биринчи аныктап, тактап, ушул Улуу Ата деген согуштагы эң орчундуу жана эң опурталдуу жерлерде болгон аксакалдар Жолдошбай абабыз менен Жапар абабызды аскер комиссариятынан беришти. Otalar mardligi unutilmaydi. Shunday nom bilan yodgorlikning ochilish marosimi Novqat rayonining Isanov qishloq hukumatida o'tdi. G'alabaning 70 yilligiga atab qurilgan yodgorlikning ochish uchun Qirg'iziston Respublikasining mudofaa ministri kelib, 2 nafar urush faxriysiga va 70 nafar front orti faxriysiga sovg'alar topshirildi. Batafsil navbatdagi lavhada. Ulug' Vatan urushida katta yo'qotishlar evaziga g'alaba nasib etdi. 1941-yilda boshlangan urushga Isanov qishloq hukumatidan 1031 nafar odam ketdi. Ularning 159 nafari jang maydonlarida halok bo'lgan bo'lsa, 149 nafari bedarak yo'qolgan. G'alabaning 70 yilligi munosabati bilan tashkil etilgan tadbirda o'tganlar xotirasiga bag'ishlanib, Qur'on o'qildi. Alloh taolo rahmatini olib joylari jannatda, oxiratda rohat bo'lsin. Isanov qishloq hukumatida hozirgi kunda 2 nafar faxriy qolgan. Ularga prezident qarori bilan Qirg'iz Respublikasining himoya ministri g'alabaga 70 yil medali hamda pul mukofotini topshirdi. Shu bilan birga urush vaqtida foydalangan xurjunlar ham sovg'a qatori berildi. Atalarımızın batırdığı menen, atalarımızın kurmandığı menen uşağa jet ota. Bunu hiç kaçan unutpağlar. Ben soruyorum, bunlar unutpağlar. Bunlardan elesi ömrü boyu kalsın. Boşanıyor. Saqlab qolish uchun biz ishlayishga tashlayotamiz. Otalar qahramonligini keyingi avlodga yetkazish hamda yoshlarni vatanparvarlik ruhida tarbiyalash maqsadida Mangu olov tashkil etildi. Otalar qahramonligini unutmaymiz deb nomlangan esdalikda urushga ketib halok bo'lgan hamda bedarak yo'qolgan 307 nafar ishtirokchi ismi yozilgan. Daima ошол бул жер ачык турат. Daima ошол жер бир көрккө айланса деген ниеттебиз. Бул дагы ушу менен ачуу менен бирге биз келечек муундарын патриоттуулукка тарбиялаганга бир чоң өөлгө болот. Ушул жерде дайыма эстеп, ушул жерде дайыма ушул өз абалында турушун түздөн-түз өзүм көзөмөлүмө алып Faxriylar Mangu olov qarshisida turib vatan uchun o'z jonidan kechganlar xotirasi ulug'lanayotganidan mamnun bo'lishdi. Tinchlikda, tinchlikda, yer yurtimizga baqitdi, Alloh nasib qilsin. Har doim atmanalik yerda tinchlik, uy bilarda baqit, yer yurtimizda tinchlik, to'qsizlik, amonlik, eng negizgi boylik bizniki bilindik, do'stlik bo'lsin. Tadbir faxriylar uchun maxsus tashkil etilgan konsert dasturi bilan davom etdi. O'quvchilar tomonidan urush voqealaridan lavhalar ko'rsatildi. Intimaq telekanali bayram kunlarini, bayram aksiyalarini nishonlashni urfga aylantirgan. Bugun O'sh shahrida G'alaba qo'shiqlari nomli konsert bo'lib, unda G'alaba qo'shiqlari yangradi. Bayram dasturi haqida navbatdagi lavhada. Tinchlik uchun o'z jonini fido etishga tayyor faxriylar soni kundan kunga siyraklashib bormoqda. O'sh shahrida 26 nafar faxriy qolgan. Ularga quvonch baxsh etish, ko'nglini ko'tarish maqsadida Intimaq telekanali hamda Yosh avlod jamoat tashkiloti hamkorlikda G'alaba kuylari aksiyasi tashkil etildi.
Bugun sportchilar akademiyasidan avtobuslar, yigitlar chaqirilib, yigitlar, barchasi va o'sha kechagacha sizning askarchilik askarlarini avtolarimiz Faxriylar uchun tashkil etilgan aksiya 703 harbiy qismda tashkil etilib, mazkur qism harbiylari, xonandalar hamda o'quvchilar tomonidan turli qo'shiqlar ijro etildi. G'alaba qo'shiqlari kuylangan tadbirda faxriylarga harbiy taom tortiq etildi. Faxriylar harbiy kunlarni yodga olib, tashkilotchilarga o'z minnatdorchiligini bildirib o'tishdi. Aksiyada ishtirok etgan o'quvchilar hamda yosh askarlarga o'z niyatlarini bildirib, xalqqa omonlik tilashdi. Sog'likdan seversa bu jo'moq bizniki jo'moq sayli olur. Emine görüp otasınlar. Bu veteranlar sizlerge tashlab ketib o'tamiz. Lekendi qo'rg'oni. Sizlar ehtiyot bo'linglar. Düşmanları yo'latma ola. Soğuk gözden saklasın. Suqtangan düşmanlarını gözden astılı ollar. Düşmanın qadamın getirmeyler. Urush faxriylarini taqdirlash marosimiga shahardagi 16 faxriy qatnashdi. Shu bilan birga front ortidagi faxriylar ham taklif etilgan. Bunday tadbirlar yoshlarni vatanparvarlik ruhida tarbiyalashda ulkan hissa qo'shadi, deydi harbiy qism xodimi. O'quvchilar kelib qatnashyapti. Ulardagi bizning jokerlarni ko'rib, tarbiyalan jokerlar, ardagerlarni ko'rib, shu bu bir-birini muğundan o'tuvchi patriotik sezimlarni bir-birine juqsin degan ma'noda o'tkazayotgan ishlar. Intimaq telekanali bu kabi kunlarga alohida e'tibor berib, turli aksiyalarni tez-tez tashkil etib turadi. Bu kabi tadbirlar har oyda tashkil etilishi an'anaga aylangan. Qirg'iziston qo'muzlamim to'g'rilarında. Endi hamkasbim sizlarni xalqaro yangiliklar bilan tanishtiradi. BMT Saudiya Arabistoni va unga hamkor davlatlarni Yamandagi Sani xalqaro aeroportiga havo hujumlarini uyushtirmaslikka chaqirdi. Ular hujum oqibatida uchoqlar uchuvchi yo'llar jabrlanganini, shu bilan birga yuk va insonparvarlik yordam tashuvchi uchoq portlab ishdan chiqqanini bildirishdi. Husitlar bilan bo'lgan hujum bir necha oydan beri davom etmoqda. BMT vakillari va bir qancha o'lkalar Yamanda tinchlik o'rnatish maqsadida so'zlashuvlarni olib bormoqda. Ispaniyaning Talgo kompaniyasi ishlab chiqqan Rossiyaning Strish nomli tezyurar poyezdiga chiptalar sotila boshladi. Uning birinchi yo'nalishi 1-iyun kuni Moskvadan Nijniy Novgorod shahriga bo'ladi. Temir yo'l bekatidan xabar qilishganda, yangi texnika ishga tushishi bilan kuniga taxminan 5 marotaba qatnov bo'ladi. Ispaniyaning Talgo kompaniyasi bilan Rossiyaning Federal yo'lovchilar kompaniyasi 2011-yili 20 vagondan iborat 7 poyezdni ishlab chiqishga shartnoma tuzgan. Primoryening bir qancha hududlarini chang aralash tuman qopladi. Mahalliy sinoptiklar kuchli shamol tufayli qumni tuman Xitoy bilan Mongoliya tomonidan kelganini xabar qilishdi. Shu bilan birga mazkur ko'rinish mavsumiy ekanligini aytib va aholiga xavf olib kelmaganini bildirishdi. Eslatib o'tsak, bir oy avval Xitoy davlatini qumli bo'ron qoplab, aholiga bir qancha murakkabliklar yaratgan. Britaniyalik yosh oila Suriyaga borayotgan degan shubha bilan Moldoviyada qo'lga tushdi. Britaniyaning huquqni muhofaza qiluvchi xizmatidan xabar qilishganda, ular Islom davlati guruhiga qo'shilishni ko'zlab borishgan. 31 yoshdagi Asif Malik bilan 29 yoshli Sara Kiranning yo'qolib ketgani to'g'risida qarindoshlari politsiyaga murojaat qilishgan edi. Politsiyaning ma'lumotida ular jinoiy ish asosida emas, yaqinlarining bergan arizasi bo'yicha ushlanib o'z yurtiga qaytarilgan. Yaponiyaning Akuadan hududida joylashgan vulqon uyg'onib, portlash xavfida turibdi. Hakone shahar hukumati xavfli hududda joylashgan aholisi evakuatsiya ishlarini boshladi. Mahalliy hukumat vakillari mazkur hududda ko'pincha sayyohlar kelishini aytib, vulqon joylashgan yerdan 300 chaqirim masofada joylashgan aholi va dam oluvchilar xavfsiz yerlarga ko'chirilganini bildirishdi. Shu bilan birga ayrim mashina yo'llari yopilganini qo'shimcha qilishdi. AQShning Microsoft kompaniyasi Skype servisi bo'yicha bir qancha vaqtdan beri Britaniyaning Sky telekanali bilan sudlashib keladi.
Unda Sky telekanalining rahbari Sky bilan Skype'ning farqlashda ko'p aholi adashayotganini aytib, Microsoftning servisiga boshqa nom berishni talab qilgan. Natijada telekanal sudda g'olib bo'ldi. Biroq kompaniya servisning nomini o'zgartirmasligini aytib, sud chiqargan hukmni rad etdi. Bugun Qorasuv rayoniga qarashli Modi qishloq hukumatidagi Erbol sport saroyida g'alabaning 70 yilligi munosabati bilan boks bo'yicha respublika chempionati boshlandi. Turnirga o'lkamizning 7 oblastidan tanlangan sportchilar kelishgan. Ular 4 kun davomida 16 og'irlik kategoriyasi bo'yicha kuch sinashishadi. Musobaqaga 2001-2003 yili tug'ilgan yoshlar ishtirok etadi. 9-may kuni final bosqichi o'tib, musobaqa yakunlanadi. Bugun musobaqaning rasmiy ochilishiga Qirg'iz Respublikasining boks bo'yicha murabbiyi Mamit Akerov, boks bo'yicha Yevrosiyoning 4 bora chempioni Qanibek Osmonaliyev va Ulug'vatdan urushining 2 nafar faxriysi ishtirok etdi. Oblastın отборочный turundan tandalып өтүp, анан бул республикалык несеге катышып атышат. Буда жеңүүчүлөр Кыргыз Республикасынын чемпиондору болот. Анан Кыргыз Республикасынын атынан Азия чемпионатына мүмкүн багы мировой дүйнөлүк багы мектептер аралык универсиадаларга катышып ага жолдомо алышат. Bugun sizlarga yetkazmoqchi bo'lgan xabar va lavhalarimiz mana shulardan iborat. Ko'rishguncha xayr, omon bo'ling. Народ, подскажите, где ваша качественная стоматология? Здар, биздин шаарда сапаттуу сулук салону кайда жайгашканын билесиздерби? Калелин көчасындагы үй зудлик менен сатылат. Мен машина алайын деп жаттым эле. Буюму болсо 34-кузовтан. Poshforum.kg. Интернет-форум южной столицы. Тут каждый найдет свое. Assalomu alaykum. Ertangi olingan ob-havo ma'lumoti bilan tanishib oling. Ertaga vaqti bilan yomg'ir yog'ishi kutiladi. G'arbdan esgan shamolning tezligi sekundasiga 4-9 metrga yetadi. Havoning harorati Batken oblastida kechasi 11-16 daraja, kunduzi 24-29 daraja issiq bo'ladi. O'sh oblastida kechasi 12-17 daraja, kunduzi 25-30 daraja issiq bo'ladi. Jalobad oblastida kechasi 11-16, kunduzi 24-30 daraja issiq. Narin oblastida kechasi 4-9 daraja iliq, kunduzi 18-23 daraja issiq bo'ladi. Talas oblastida kechasi 9-14 daraja, kunduzi esa 24-29 daraja issiq. Issiqko'l oblastida kechasi 4-9 daraja iliq bo'lsa, kunduzi 17-22 daraja issiq bo'ladi. Chuy oblastida kechasi 11-16 daraja, kunduzi 25-30 daraja issiq bo'ladi. Ertaga poytaxtimiz Bishkekda vaqti bilan yomg'ir yog'ishi kutiladi. G'arbdan esgan shamolning tezligi sekundasiga 4-9 metrga yetadi. Havoning harorati kechasi 14-16 daraja issiq, kunduzi esa 27-29 daraja issiq bo'ladi. Shahrimiz O'shda vaqti bilan yomg'ir yog'ishi kutiladi. G'arbdan esgan shamolning tezligi sekundasiga 4-9 metrga yetadi. Havoning harorati kechasi 15-17 daraja issiq, kunduzi esa 28-30 daraja issiq bo'ladi. Sizlar 7-may kunga olingan ob-havo ma'lumoti bilan tanishdingiz. Ob-havoning homiysi Janubiy internet forumi oshforum.kg sayti. Народ, подскажите, где ваша качественная стоматология? Здар, биздин шаарда сапаттуу сулук салону кайда жайгашканын билесиздерби? Калелин көчасындагы үй зудлик менен сатылат. Мен машина алайын деп жаттым эле. Буюму болсо 34-кузовтан. Poshforum.kg. Интернет-форум южной столицы. Тут каждый найдет свое.